Assalomu alaykum hammaga. Damas benzin nasosini ichini ochib turgan ikkita kabel chiqarganmiz qo'shimcha. Bu qo'shimcha kabelimiz ichida kontakti kuydirilmaydi. Keyin benzin nasosda umuman umrini anchagina uzoq qiladi. Xo'p, garantiyalarini beramiz. Qilgan ishlarimizga 1 yil garantiyasi bor. Benzin nasosi deyarli kuymaydi. Imkon topganmiz. Keyin oldingi topganlarimizga iskarasi bu yerda juda ham baland edi. Hozir iskarasini ham yo'qotishga kanalizator ham qo'yib beryapmiz. Oldin qo'yilmasdi. Ishlatib ko'ramiz. Iskarasini yo'qotish uchun nasos daminasiga qarab turib tezlashib sekinlashadi. Kanalizator qo'yib beramiz. Kanalizatorimiz massasi 87 ga, pilusi 86 ga. Iskara yo'qoladi. Olamiz iskara. Nagruska bilan ishlayapti. Qo'yamiz. Nagruska bilan ishlamaydi. Iskara yo'q. Olamiz, iskara bor. Kontak kuyyapti deb kelishgandi. Endi hozirga shu nimasini ham topdi, yo'lini. Kontak ham kuymaydi endi bundan buyog'iga. Nasosga 1 yil garantiyalarini beramiz. Hozir shuni qo'yib yig'amiz. Kanalizatorini qo'yamiz. 87 ga massa tarafini beramiz. Bunu qo'yib turasana. Ushlab tur buni. Mana uni kabelni tekkizib tur. Seksen oltida pilusni kanalizator pilusiga beramiz. Xo'p, izolyatsiyasini qo'yamiz. Teparoqdan hozirda tayyorlab ham beryapmiz. Vizit hisobida chaqirilganlarga, tayyorlab bering deganlarga. Iskarasini ko'rsatamiz. Iskara yo'q. Xo'p. Izolenta o'rab tayyorli xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi uni qo'yib ko'ramiz. Xudoolasa 1 yil garantiyalari ham bor. Hattoki eski benzin nasosni ham qayta tiklasa bo'ladi. Yangilarga ham qo'yapmiz hozir. Eski benzin nasosni qayta tiklasa ham bo'ladi. Yangilarga ham remontini qilib beryapmiz. 1 yil garantiyalari bor. İşleşmemiz var.